Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tmagan ayrim fuqarolarning pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi yoki kartaga tushishi kechikishi mumkin. Bu gap nafaqat pensionerlarga, balki nogironlik nafaqasi oladiganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladigan xonadonlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha eshiting. Chunki bitta oddiy hujjat yoki bitta tasdiqlash ishlari vaqtida qilinmasa, odam o'z pulini o'z vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarga bu xavf kamroq identifikatsiya degani nima? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, pul bloklanmasligi uchun hozirdan nima qilish lozim? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avvallari ko'p hollarda pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar odamning hujjatlari bir marta rasmiylashtirilgandan keyin har oy avtomatik tarzda berilardi. Masalan, pensioner pasporti bilan pensiya tayinlatgan, bank kartasi ochgan, keyin har oyning belgilangan kunida puli tushavergan. Yoki kam ta'minlangan oila mahalla orqali ariza bergan, tizimda tasdiqlangan, keyin bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olgan. Lekin hozir davlat idoralari, banklar va ijtimoiy himoya tizimida ma'lumotlarni yangilash, shaxsni tasdiqlash va haqiqiy oluvchini aniqlash talablariga e'tibor kuchaymoqda. Buning sababi oddiy. To'lovlar haqiqatan ham o'sha odamning o'ziga yetib boryaptimi? Hujjatlar eskirmaganmi? Odam tirikmi? Manzili o'zgarmaganmi? Karta boshqa odam qo'lida emasmi? Bankdagi ma'lumotlar davlat bazasidagi ma'lumotlarga mos keladimi? Shular tekshiriladi. Identifikatsiya deganda ko'pchilik murakkab narsani tasavvur qiladi. Aslida bu shaxsni tasdiqlash degani. Ya'ni siz kimligingizni rasmiy hujjat bilan ko'rsatasiz, tizimdagi ma'lumotlaringiz yangilanadi. Bank yoki mas'ul tashkilot bu odam haqiqatan ham shu to'lov egasi deb belgilaydi. Ba'zan bu bank filialida amalga oshiriladi. Ba'zan pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi orqali, ba'zan mahalla inson markazi, davlat xizmatlari markazi yoki elektron ilova orqali tekshiriladi. Qaysi yo'l kerakligi sizning to'lov turiga, yashash joyingizga va hujjat holatingizga bog'liq. Endi eng muhim savol, 25 avgustgacha nima bo'ladi? Agar sizdan identifikatsiyadan o'tish talab qilingan bo'lsa, lekin siz vaqtida bormagan bo'lsangiz, ayrim hollarda to'lov avtomatik tarzda ushlab turilishi mumkin. Bu har doim pul butunlay yo'q bo'ldi degani emas. Ko'pincha bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Shaxs tasdiqlangandan keyin to'lov tiklanadi. Lekin bu orada odam bir oy yoki undan ko'proq muddat pulini kech olishi mumkin. Pensiya bilan ro'zg'or qiladigan odam uchun esa bir haftalik kechikish ham katta muammo. Birinchi navbatda pensiyani bank kartasi orqali oladigan, lekin oxirgi paytlarda bankka bormagan, karta muddati tugagan yoki kartasini farzandi, qarindoshi ishlatayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli otaxonning pensiyasi har oy 1 million 200 ming so'm kartaga tushadi. O'zi yurishi qiyin bo'lgani uchun kartani o'g'liga berib qo'ygan. Bank esa ma'lum vaqtdan keyin karta egasining shaxsan tasdiqlanishini talab qilishi mumkin. Agar otaxon kelib shaxsini tasdiqlamasa yoki vakolatnoma rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bank xavfsizlik sababli kartadagi ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin. Natijada pul tushgan bo'lsa ham uni yechish yoki ishlatishda muammo paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan fuqarolar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi, shaxsiy hujjatlar va bank ma'lumotlari muhim. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi 1 yilga berilgan bo'lsa, muddati tugaganidan keyin qayta tasdiqlanmasa, nafaqa to'xtab qolishi mumkin. Ba'zan odam men avval ham olardim, yana tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin tizim muddatni ko'radi. Agar hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Uchinchi guruh bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oilalar. Bu to'lovlar odatda oilaning daromadi, tarkibi, bolalar soni ro'yxatdan o'tgan manzili, ish haqi va boshqa ma'lumotlarga qarab belgilanadi. Agar oilada o'zgarish bo'lsa, masalan, ishga kirsa, bola 17 yoshga to'lsa, oila boshqa tumanga ko'chsa, bank rekvizitlari almashsa, bu ma'lumotlar yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, ona 3 nafar farzandi uchun oyiga 800 ming so'm atrofida yordam oladi. Karta yo'qolgan, yangi karta ochgan,
lekin yangi karta raqamini tizimga kiritmagan. Natijada pul eski hisobga yuboriladi yoki to'lov qaytadi. Keyin ona nega pul tushmadi deb idorama-idora yuradi. 4-guruh chet elga chiqib ketgan. Uzoq muddat boshqa viloyatda yashayotgan yoki ro'yxatdagi manzili bilan amaldagi yashash joyi mos kelmaydigan fuqarolar. Pensiya yoki nafaqa olishda shaxsning haqiqiy holati muhim. Agar odam uzoq vaqt davomida shaxsan ko'rinmagan bo'lsa, tizim undan tasdiqlash talab qilishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta odamning pensiyasini boshqa birov doimiy olib yursa, mas'ul tashkilotlar bu pul egasiga yetib boryaptimi yoki yo'qmi tekshirishi tabiiy. 5-guruh biometrik pasport yoki ID karta ma'lumotlari eskirganlar. Pasport muddati tugagan, familiya o'zgargan, ism-sharifda xato bor. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan. PNFL raqami bankdagi ma'lumot bilan mos kelmaydi. Bunday holatlar ham to'lovda muammo chiqaradi. Birgina harf xatosi ham tizimda odamni boshqa shaxs sifatida ko'rsatishi mumkin. Masalan, bankda Abdullayeva deb yozilgan, davlat bazasida Abdullayeva bo'lishi yoki tug'ilgan sana 1926 o'rniga 1965 kiritilishi pul o'tkazmasi qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda bankka borib kartangizni yangilagan bo'lsangiz, ID kartangiz amalda bo'lsa, pensiyangiz har oy muammosiz tushayotgan bo'lsa, telefoningizga bankdan yoki mas'ul idoradan hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda keskin xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo odatda odam bilmagan joydan chiqadi. Karta muddati tugashiga oz qolgan bo'ladi. Telefon raqami eski bo'ladi. Bank tizimida identifikatsiya muddati o'tgan bo'ladi yoki ijtimoiy to'lov bo'yicha arizada eski ma'lumot turadi. Men har doim shuni maslahat beraman. Menda hammasi yaxshi deb o'ylashdan ko'ra bir marta tekshirtirib qo'ygan afzal. Ayniqsa 15 avgustgacha muddat aytilayotgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Oxirgi kunlarda banklarda navbat ko'payadi. Mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaatlar ortadi. Tizim sekin ishlashi mumkin. Odamlar ko'pincha 14 kuni yuguradi. Keyin bitta hujjat yetishmaydi. Yana uyga qaytadi. Ertasi kuni navbat tugaydi. Natijada pul kechikadi. Birinchi misol, 18 yoshli ayol oyiga 1 million so'm pensiya oladi. Karta 3 yil oldin ochilgan, telefon raqami esa nevarasining nomida. Bank ilovasidan foydalanmaydi, SMS ham o'zi o'qimaydi. Bank identifikatsiya uchun xabar yuborgan, lekin xabar nevaraning telefoniga borgan. U e'tibor bermagan. Ayol avgust oyida dorixona uchun pul yechmoqchi bo'lganda karta ishlamagan. Sabab bank shaxsni qayta tasdiqlashni so'ragan. Agar u oldinroq bankka borib pasporti bilan identifikatsiyadan o'tganida bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol, oilada 2 nafar bola bor. Ona bolalar nafaqasi oladi. Oila bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan. Lekin ro'yxat va ijtimoiy yordam hujjatlaridagi manzil yangilanmagan. Mahalla tizimida eski manzil turibdi, bank kartasi esa yangi filialda ochilgan. Tekshiruv vaqtida ma'lumotlar mos kelmagan. To'lov to'xtatilgan emas, lekin aniqlashtirishga yuborilgan. Oila bir oy pulni kech olgan. Bu holatda muammo katta emasdek ko'rinadi, lekin bolalarning maktab kiyimi, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar shu pulga bog'liq bo'lsa, kechikish juda seziladi. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi oladigan fuqaroning tibbiy ko'rik muddati iyul oxirida tugagan. U esa meni hech kim chaqirmadi deb avgustda ham kutib o'tirgan. Tizimda muddat tugagani uchun to'lov davom etmagan. Keyin u qayta komissiyadan o'tgan, hujjat tasdiqlangan, lekin pul keyingi davrda tiklangan. Agar u muddati tugashidan oldin tibbiy ko'rik sanasini tekshirganida bunday uzilish bo'lmas edi. 4-misol. Pensiya oluvchi odam vafot etgan, lekin qarindoshlari kartadan pul yechishda davom etgan holatlar ham hayotda uchraydi. Shuning uchun davlat va banklar shaxsni va huquqni tasdiqlashni kuchaytiradi. Bu halol odamlarni qiynash uchun emas, balki noqonuniy olishlarning oldini olish uchun qilinadi. Lekin tizim umumiy ishlagani uchun halol pensioner ham vaqtida identifikatsiyadan o'tmasa, vaqtincha cheklovga tushib qolishi mumkin. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma odam bir xil joyga borishi shart emas. Kimdir bankka boradi, kimdir pensiya jamg'armasi bo'limiga, kimdir inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, kimdir mahallaga, kimdir davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Shuning uchun avvalo muammo qayerdan kelayotganini aniqlash kerak. Bank kartasi bloklanganmi? Pensiya tayinlash hujjatida muammomi? Ijtimoiy yordam arizasidami?
tibbiy xulosadami yoki shaxsiy hujjatdami? Agar pul kartaga tushgan, lekin karta ishlamasa, birinchi navbatda bankka boring. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, bank bizga pul kelmadi desa. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organidan sababini so'rang. Agar bolalar nafaqasi bo'yicha muammo bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya markazidan ariza holatini tekshiring. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari va amal qilish muddatini tekshiring. Yana bir nozik masala ishonchnoma. Ko'p yosh katta odamlar bankka o'zi bora olmaydi. Bunday holatda o'g'lim borib oladi, qizim biladi. Qo'shnim yordam beradi deyish yetarli emas. Rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Notarius orqali rasmiylashtirilgan ishonchnoma bo'lsa, vakil bank yoki idorada muayyan ishlarni bajarishi mumkin. Lekin har bir bank va har bir to'lov turi bo'yicha talab farq qilishi mumkin. Shuning uchun avval telefon orqali yoki filialga borib, aynan qanday ishonchnoma kerakligini so'rab oling. Yotib qolgan, kasal, harakatlana olmaydigan pensionerlar bo'yicha ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday holatda qarindoshlari odam bora olmaydi. Nima qilamiz deb bank yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. Ba'zan mas'ul xodimlar joyiga chiqib tasdiqlash yoki rasmiy vakil orqali hujjat qabul qilish imkoniyati bo'ladi. Lekin buni og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan hal qilish kerak. Bu mavzuda eng xavfli narsa firibgarlar. Ular pensiyangiz bloklanadi, kartangizni ochib beramiz, kodni ayting, pasport rasmini yuboring, SMS kodni bering deb telefon qiladi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga bank kartangizning to'liq raqami. Amal qilish muddati, CVV kodi, bank ilovasi, paroli, bir martalik tasdiqlash kodi kerak emas. Haqiqiy bank xodimi ham sizdan SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir Telegram orqali 25 avgustgacha ro'yxatdan o'ting deb havola yuborsa, darrov bosmang. Rasmiy sayt yoki rasmiy ilovadan foydalaning. Bankning o'z telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Kartangiz orqasidagi raqamga murojaat qiling. Mahallangizdagi mas'ul xodimdan so'rang. Firibgarlar aynan shoshiltirish orqali odamni aldashadi. Hozir kodni aytmasangiz pulingiz kuyadi deydigan gapning o'zi shubhali belgidir. Yana bir nozik joy. Begona odamga hujjat topshirish. Pasport yoki ID karta nusxasini kimga berayotganingizni biling. Agar yozsangiz, qaysi tashkilotga, qaysi sana bilan, qaysi masala bo'yicha yozayotganingiz aniq bo'lsin. Hujjat nusxasiga faqat pensiya identifikatsiyasi uchun yoki faqat ijtimoiy yordam arizasi uchun deb yozib qo'yish ham foydali bo'lishi mumkin. Bu nusxadan boshqa maqsadda foydalanish xavfini kamaytiradi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? PNFL raqami bor va aniqmi? Shularni ko'ring. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga borib yangilash masalasini hal qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta sizning nomingizdami? Telefon raqami siz ishlatadigan raqamga bog'langanmi? Bank ilovasiga kira olasizmi? SMS xabarnoma keladimi? Ay karta muddati tugagan bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, bank filialiga borib yangilang. Bankka borganingizda men pensiya yoki ijtimoiy to'lov olaman, identifikatsiya holatimni tekshirib bering deb aniq ayting. Uchinchi qadam, to'lov manbasini aniqlang. Pensiya bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmatga murojaat qiling. Ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya mas'ullaridan ariza holatini so'rang. Nogironlik nafaqasini so'rang. Tibbiy xulosa muddati va qayta ko'rik sanasini tekshiring. To'rtinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, telefon raqami. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha hujjat. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda to'liq ro'yxat farq qiladi, lekin eng asosiy hujjatlar shular. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarimni va identifikatsiya holatimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pul tushmay qolgan bo'lsa, falon oy uchun pensiya yoki nafaqa to'lovi hisobimga kelmagan. Sababini aniqlab, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozing. Arizaning nusxasini yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Chunki keyin
men murojaat qilganman deb isbotlash kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, hammasini oxirgi kunga qoldirmang. 15 avgustgacha deyilgan bo'lsa, men kamida bir hafta oldin borishni maslahat beraman. Chunki birinchi borishda hamma narsa hal bo'lmasligi mumkin. Masalan, bank pasport ma'lumotingiz eskirgan deydi. Siz davlat xizmatlari markaziga borasiz. Yoki ijtimoiy himoya bo'limi bank rekviziti noto'g'ri deydi. Siz bankdan yangi ma'lumotnoma olasiz. Bularning hammasi vaqt oladi. 7-qadam, qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar bu mavzuni tushunmasligi mumkin. Onangiz, otangiz, buvinggiz, bobongiz yolg'iz yashaydigan qo'shningiz bo'lsa, ulardan so'rang. Pensiya kartasi ishlayaptimi? Bankka oxirgi marta qachon borgan? Pasporti amaldami? Telefoniga xabar kelganmi? Vaqtazan bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta bankka birga borish odamni katta muammodan qutqaradi. 8-qadam, rasmiy javob oling. Agar sizga blok bo'lgan tushmaydi, kutib turing deyishsa, sababini aniq so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sanagacha olib kelishim kerak? To'lov qachon tiklanadi? Oldingi oy puli qayta hisoblanadimi? degan savollarni bering. Javob og'zaki bo'lsa ham yozib oling. Sana, xodimning ismi, qaysi idora, nima dedi? Bu keyingi murojaatlarda yordam beradi. Agar 10 avgustdan keyin yoki undan oldin pul tushmay qolsa, vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan hisobingizga pul kelgan-kelmaganini tekshiring. Agar bank pul kelmagan desa, to'lovni tayinlovchi tashkilotga boring. Agar bank pul kelgan lekin karta cheklangan desa, bankdagi identifikatsiyani hal qiling. Agar siz barcha hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, lekin to'lov tiklanmasa, yozma murojaat qiling. Arizada o'zingizning FIS tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqami, manzil, qaysi to'lov turi bo'yicha murojaat qilayotganingiz, qaysi oy uchun pul tushmagani aniq yozilsin. To'lovim nima sababdan to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qonuniy asos bo'lsa, tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozing. Agar mahalla yoki idora bir-biriga yuboraversa, har bir joydan aniq javob so'rang. Bu bizniki emas degan gap yetarli javob emas. Qaysi tashkilot mas'ul? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi tizimda xatolik bor? Shuni aniqlash kerak. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Nega bularning hammasi kerak? Chunki davlat to'lovlari katta mablag', har oy minglab, millionlab odamlarga pensiya va ijtimoiy yordam beriladi. Bu mablag'lar noto'g'ri odamga ketmasligi, vafot etgan odam nomidan olinmasligi, bir odam bir nechta noto'g'ri asos bilan yordam olmasligi. Haqiqatan muhtoj odam esa chetda qolmasligi kerak. Shu sababli tizimlar tekshiriladi, ma'lumotlar solishtiriladi, shaxs tasdiqlanadi. Lekin oqibat tomoni ham bor. Agar oddiy fuqaro o'z hujjatini yangilamasa, bankka bormasa, telefon raqamini almashtirsa, xabar bermasa, karta muddatiga qarab qo'ymasa, tizim uni xavfli yoki noaniq holat sifatida ko'rishi mumkin. Natijada to'lov kechikadi. Demak, bu yerda davlat idoralarining vazifasi tushuntirish va xizmat ko'rsatish bo'lsa, fuqaroning vazifasi hujjatini tartibga keltirish va vaqtida tekshirtirishdir. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Identifikatsiya jarayoni sizning pulingizni olib qo'yish uchun emas, sizning pulingiz aynan sizga tegishli ekanini tasdiqlash uchun qilinadi. Ammo bu jarayonga beparvo qaralsa, vaqtincha blok kechikish, qayta ariza, navbat, asabiylashish va ortiqcha xarajatlar paydo bo'ladi. Demak, asosiy gap shuki, agar siz pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, 15 avgustgacha identifikatsiya masalasini tekshirtirib qo'ying. Pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, ariza holatini va to'lov manbasini tekshiring. Ayniqsa yoshi katta nogironligi bor, yotib qolgan, bankka uzoq vaqt bormagan yoki kartasini boshqa odam ishlatayotgan fuqarolar bu ishni kechiktirmasin. Pul bloklanib qolsa, vahima emas, aniq harakat kerak. Bankka boring, mas'ul idoradan sababini so'rang, hujjat topshiring. Yozma javob oling. Firibgarlarga ishonmang. SMS kod bermang. Noma'lum havollarga kirmang. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Pensiya yoki ijtimoiy yordam to'lovida muammo bo'ldimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtda berilgan ogohlantirish bir oilani pul kechikishidan, navbatdan va ortiqcha tashvishdan saqlab qolishi mumkin.